Alloh taolo shunday deydi. 3 xil inson borki, men qiyomat kunida ular bilan o'zim husumatlashaman. Buni yaxshilab yodlab olaylik. Qalbimizga olaylik va bunga hushyor bo'lib yuraylik. Birinchisi, Alloh taoloning nomini qo'yib aqtiladi, shu ishni qilmayman deydi. Lekin yana o'sha ishini davom ettiradi. Ikkinchisi, ozod kishini qul qilib sotib yuborib, pulini yegan kishi. Bu odam bilan ham Alloh taolo men o'zim husumatlashaman deydi. Va uchinchisi, xizmatchini yollab, mardikor olib, usta ishlatib, uy qurdirib, ishi bitgandan keyin uni ishini to'liq endi qabul qilib, lekin uni haqqini bermayotgan kishilar bilan qiyomatda husumatlashaman. Bu boblar juda ko'p bo'ladi. Hayotdek uylar borsangiz, lekin fayz yo'q. Urush janjal, erligi yo'q, xotinligi yo'q, bir-biriga it mushuk, farzandlar otaga hurmat, onaga hurmat yo'q. Na bir to'y buyurgan uyni ko'rasiz. Nimaga? O'sha yerda birovlarning haqqini berilmaganlik kasofati ham holatlarda ham ko'rinyapti. Mana bu 3 ta bosqichga hushyor bo'lishligimiz lozim ekan.